Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbirimizning aziz mushtarlari. Munbirimizga xush keldingiz. Men Mihray Rahman, Amerikaning Washington rayonidan bevosita anglish tarqatyapman. Bugungi Ramazon kuningiz muborak bo'lsin. Kitap o'qish munbirimiz bu muborak Ramazonda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning alayliklari yozilgan kitobni diqqatingizga sunyapti. Tuvanda davamlaştırımız. Tüdünkü məzmunda biz oqub 38-ci məzmun, yəni çaşkın namazı haqqında degan məzmunda to'xtagan edik. 38-ci məzmun çaşkın namazı haqqında. Muazza raziyallahu ta'ala anhadan rivayet qılındı. O kişi mundaq deydi. Mən Ayşə raziyallahu ta'ala anhadan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem çaşkı namazı o'qiganmi deb so'radim. Ayşe anamiz mundaq dedi. 4 rakat o'qigan va Alloh xolig'ini ziyoda qiladi dedi. Muslim rivoyat qilingan. Men bir mazmunda sal to'xtab qoldim, chunki miyada u kishi mundaq dedi. Deb ayan bir izohat bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu namozni kun tiklashib g'arbga egilishishi hamon o'qiydiganligi, uzun o'qiydiganligi bayon qilingan debdi. Anas ibn Malik raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chashki namozni 6 rakat o'qiydigan edi. Abdurrahman ibn Abi Layla'dan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi. Manga Ummu Hani'dan boshqa hech kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chashki namozni o'qiganligini, ko'rganligini xabar qilmadi. Ummu Hani hadis bayon qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makka fatih bo'lgan kuni o'zining uyiga kirib, yuyinganligi va 8 rakat namoz o'qiganligini so'zlab berdi. U mundaq dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asla bunda qisqa namoz o'qiganligini ko'rib boqmagan edim. Ammo u ruku va sajdalarni to'liq qiladi. Birlikka kelingan hadisdan ilinibdi. Abdullah ibn Shaqiq raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi. Men Ayşe raziyallohu ta'ala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chashki namozi o'qiydiganmidi deb so'rasam, Ayşe anamiz yo'q, faqat safardan kelgan bo'lsa o'qiydi, bo'lmasa o'qimaydi dedi. Muslim rivoyat qilgan. Abu Ayyub Ansari raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kun qiyilganda 4 rakat namozni o'ksitmay o'qiydi. Men ey Allohning rasuli, sizlar kun qiyilganda bu 4 rakat namozni o'ksitmay o'qiydi ekanlar desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kun qiyilganda, kun osmonning o'ttiridan g'arbga egilganda, osmonning eshiklari ochilib, peshin namozini o'qib bo'lganiga qadar taqalmaydi. Men shu vaqtda mening yaxshi amalimning osmonga o'rlagan bo'lishini umid qilaman dedi. Men 4 rakat namozning hammada qiroat bormi dedim. Rasululloh ha dedi. Men 4 rakat namoz orasida ayriydigan salom bormi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q dedi. Ama izohatlarni biraqlam askartmaylam qistirib o'qidim. Abdullah ibn Saib raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshindan avval kun qiyilgandan keyin 4 rakat namoz o'qiydi. Bu osmonning eshiklari ochiladigan vaqt, men bir yaxshi amalimning shu vaqtda yuqori o'rlagan bo'lishini yaxshi ko'raman degan edi. 39. mazmun. Bu mazmun o'qishdan burun ya da bir
38 mazmunga nisbatan bir izohat bor ekan. Ya'ni chashkin namozi haqida Ibn Taymiyya rahimahullah bu fatvolar to'plami 22 tom 284 betida Rasululloh chashkin namozi o'qiganligi, Abu Hurayrani o'qishga undaganligi, Oysha onamizning Rasululloh chashkin namozi o'qimaydi deganligi, ammo chashkin namozi deb namoz yo'q demaganligidan ko'rib olishga bo'ladiki, shariatda chashkin namozning asosi bor. Rasululloh chashkin namozni ba'zi o'qigan, ba'zi o'qimagan. Kecha tahajjud namoziga odat qilgan inson kechada namozga tura olmasa, kunduzdagi chashkin namozi tahajjud namozining o'rniga o'ltiradi deb ko'rsatadi. 39 mazmun. Nafl namozning uyda o'qildiganligi haqida. Abdullah ibn Said raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uyimda namoz o'qish bilan masjidda namoz o'qish haqida so'radim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ko'rib turibsan, uyim masjidga nihoyat yaqin. Mening farz namozdan boshqa namozni uyimda o'qiganim masjidda namoz o'qiganimdan yaxshidir" dedi. Ama söz, Peygamberimizin sözünü yana bir okuyaydık. Körüp durupsan, uyum mescidge nahit yakın. Mening farz namazdan başka namazni uyumda okugunum, mescidde namaz okugunumdan yaxşıdır, dedi. 40. mazmun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ramzani hakkında bayan kılınırken, Abdullah ibn Shaqiq'dan rivoyat qilinib, u mundaq deydi: "Men Aysha raziyallohu ta'ala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramzani haqida so'radim. Aysha onamiz mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramzon tutatdi. Hatto biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zahat amdi bir mazgil qistirib berilibdi. Ramzon tutadigan bo'ldi deyishib qolatdik. Ramzon tutmay yurib ketadi. Hatta biz Rasululloh amdi bir mazgil Ramzon tutmaydigan bo'ldi deyishib qolatdik. Aysha onamiz mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilib kelgandan buyon Ramzondan boshqa chaqda to'liq bir oy ro'za tutib baxmidi. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. Bir kishi Anasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramzani haqida so'ragan edi. Anas mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oy ichidan ro'za tutatdi. Hatta biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oy ichida egzi ochiq yurmasi kerak deb o'ylab qolatdik. Rasululloh egzi ochiq yuradigan edi. Hatta biz bu oyda Ramzon tutmay o'tkazsa kerak deb o'ylab qolatdik. Kechalari namoz o'qimaydigu deb o'ylasang, namoz o'qiyotgan, namoz o'qiydigu deb o'ylasang, uxlayotgan holatni ko'ratding. Birlikka kelingan hadis. Abdullah ibn Abbas raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'za tutib ketadi. Hatta biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu oyda ro'za tutmay, egzi ochiq yurmaydi deb o'ylab qolatdik. Ro'za tutmay yurib ketadi. Hatta biz bu oyda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'za tutmaydi deb o'ylab qolatdik. Meni takrorlanish bo'pti so'zda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilgandan keyin Ramzon oyidan boshqa vaqtda to'liq bir oy ro'za tutib baxmidi. Birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Ummu Salama raziyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Shayban bilan Ramzon oyidan boshqa vaqtda arqa-arqadan 2 oy ro'za tutganini ko'rib baxmidim. Abu Isa muallif mundaq deydi: Bu hadisning isnadi sahih isnaddir. Bu hadis
Salamadin, Ummu Salamadin rivayet qilingan. Yani bir necha kishi Abi Salamadin, u kishi Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan, Ayşe anamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivayet qilgan. Ma'lamisi tırnaqning ichiga ilinibdi. Kichik izohatlarga. Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivayet qilindi. U kishi mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hech bir oyda Shayban oyida Allah uchun roza tutqundan ko'proq roza tutqunni ko'rib baxmadim. Shaybanning oz qismidan boshqasida roza tutatdi, balki hammasida roza tutatdi." Muslim rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har oyning 5idan 3 kun roza tutatdi. Oldidagi kunlarda roza tutqani uchun juma kuni eg'izi ochiq yuradigan ahvol oz edi. Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nishonli holda dushanba va payshanba kuni roza tutatdi. Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: amallar dushanba va payshanba kuni, ya'ni Alloh taolo tarafidan ko'zdan kechirildi. Amallarimning men ro'zador holda ko'zdan kechirilgan bo'lishini xohlayman. Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har oydan shanba, yakshanba, dushanba kunlari, shanba, yakshanba, dushanba kunlari, ya'ni bir oydan seshanba, chorshanba, payshanba kunlari roza tutatdi. Bu hamma kuni degan gap bo'ldimi endi? Shundaqmi? Har oydan shanba, yakshanba, dushanba kunlari, yana bir oydan seshanba, chorshanba, payshanba kunlari roza tutatdi. Demak, almashtirib tutadi degan gapmi bu? Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech bir oyda Shayban oyida roza tutgandek ko'p roza tutmaydi. Birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Muazza radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Men Ayşe radhiyallohu ta'ala anhaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har oyda 3 kun roza tutatdimi desam, Ayşe "Aa" dedi. Ayning 5'imi, o'ttirimi, oxirimi? Qaysisini tutdi desam, Ayşe anamiz qaysisini tutgan bo'lishi muhim emas dedi. Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Ashura kuni Quraysh qabilasi jahiliyatda roza tutadigan kun edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kuni roza tutatdi. Rasululloh Madinaga kelganida u kunda roza tutdi va tutishga buyurdi. Ramazon oyida roza tutishga buyurilib, roza tutish farz bo'lganda bo'lsa, Ashura rozasi tarik qilindi. Ashura kuni roza tutishni xohlagan odam roza tutadi, xohlamagan odam tutmasimi bo'ladi. Birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Alqama radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Men Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kunlarni maxsus nafl ibodat uchun ajratadiganmidi deb so'rsam, Ayşe radhiyallohu ta'ala anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amali doimiy edi. Qaysinglar Rasulullohning bardoshlik berganiga bardoshlik bera olaysizlar dedi. Ya'ni yana bir qitim o'qim keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amali doimiy edi. Davomliq degan gapda qaysinglar Rasulullohning bardoshlik berganiga bardoshlik bera olaysizlar dedi. Bu birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Ayşe radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi.
u mundaq degan: Rasululloh mening yenimga kirdi. U chaqda yenimda bir ayol kishi bor edi. Rasululloh: bu kim? dedi. Men bu paloni ayol bo'ladi. Kechida ibodat qilib uxlamaydi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: amallardan bardoshlik bera oladigan amalni qilinglar. Asbiroyi, sizlar zerikib qolmaguncha Alloh zerikib qolmaydi dedi. Amallar ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan amal oz bo'lsa-mu, egisi davomlashtirib turadigan amal edi. Bu birlikka kelingan hadisdan ilinibdi. Abi Salihdan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: men Aysha va Ummu Salama radhiyallohu ta'ala anhumadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'radigan amal qaysi edi deb so'rasam, u ikkalan oz bo'lsa-mu doimiy bo'lgan amal Rasululloh yaxshi ko'radigan amal edi deyishdi. Avf ibn Malik raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq deydi: men bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib misvak qildi. Arqadan tahorat elib namozga turdi. Men Rasululloh bilan birga turdim. Rasululloh sura Baqarani qiroat qilishga boshladi. Rahmat oyati. Zahatda Allohning rahmati so'zindagi oyatni o'qisa, to'xtab Allohning rahmatini tilaydi. Allohning azobi so'zindigan azob oyatini o'qisa, to'xtab Allohning azobini panohlik tilaydi. Ondan ruku qildi. Rukusida qiyomat turganchilik uzun muddat turdi. Rukusida kuchtungurlik, saltanat, buyuklük va kattalik egasi bo'lgan Allohni barliq ayib nuqsonlardan pokdir deb bilaman deydi. Ondan ruku qilganchilik muddatda sajda qildi. Sajdasida kuchtungurlik, saltanat, buyuklük va kattalik egasi bo'lgan Allohni barliq ayib nuqsonlardan pokdir deb bilaman deydi. Ondan Rasululloh Ali İmran surasini qiroat qildi. Ondan bir sura qiroat qildi. Har bir rakatda yuqorqida qiladi. 41-mazmun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroati haqida. Qatadadan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: men Anas ibn Malik raziyallohu ta'ala anhuga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday qiroat qiladi desam, u so'zibroq qiroat qiladi dedi. Buxoriy rivoyat qilgan. Ummu Salama raziyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zib qiroat qiladi. Barliq güzel hamdil, madhiyalar Allohga xosdir deydi. Ondan to'xtaydi. Ondan u kuyinguchi oyog'ichidir deb to'xtaydi. Ar-Rahman Ar-Rahim deydigan. Ondan Maliki yawmiddin, qiyomat kunining podshohidir deb qiroat qiladi. Ya'ni Malik ega so'zni Maliki, ya'ni Maliki ega so'zini Maliki podshoh deb qiroat qiladi. Ikkisini o'xshash yozibdi bu yerda. Deb qiroat qiladi deb izoh beribdi. Abdullah ibn Abi Qaysdan rivoyat qilindi. U mundaq degan: men Aysha radhiyallohu ta'ala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroati haqida Rasululloh qiroatni maxfi, ya'ni ichida qildiganmidi yoki jahri, ya'ni unlik ovozda qildiganmidi deb so'rasam, Aysha radhiyallohu ta'ala anha hammasini qiladi. Ba'zida maxfi, ba'zida jahri qiroat qiladi dedi. Men ishlarda kengchilik qilgan Allohga hamdlar bo'lsin dedim. Birlik qilingan hadisdan ilinibdi. Ummu Hani radhiyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilindi.
U mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kechilik namozda qilgan qiroatini karvatimda yetib turib anglaytdim." Muaviya ibn Quradan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Kechirsizlar, mazmunni peshidan qayta o'qay. Tuyuqsiz bir telefon kirib qilish bo'lib qoldi. Muaviya ibn Quradan rivoyat qilindi. U mundaq degan: "Men Abdullah ibn Mug'affalning mundaq deganligini angladim. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makka fathi bo'lgan kuni to'yga mingan holda Allohning sening ilgirki va keyingi gunohlaringni kechirishi uchun biz sana haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik" degan oyatni qiroat qilayotgan holatda ko'rdim. Abdullah ibn Mug'affal mundaq deydi: Rasululloh bu oyatlarni mungluq chiroyli o'qidi. Muaviya ibn Qurra mundaq dedi: "Agar odamlarning ustimga yig'ilib olishini demasam, sizlarga shu ovozni yoki ohangni do'rab beratdim." Birlik kelingan hadis. Abdullah ibn Abbas raziyallohu ta'ala anhumadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uyda turib qilgan qiroatini ba'zida o'yildagi odam anglay oladi. Abu Davud rivoyat qilgan deb izoh beribdi. 42. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yig'isi haqida. Abdullah ibn Shihir raziyallohu anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yiniga kelsam, Rasululloh namoz o'qig'ili turgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'rsqi yig'idan qozon qaynaganda qaynayotdi." Yig'idan. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'on o'qib bergin dedi. Men: "Ey Allohning rasuli, Qur'on sizlarga tushirilgan tursa, sizlarga o'qib beramdim" dedim. Rasululloh: "Men Qur'onni boshqalardan anglashni yaxshi ko'raman" dedi. Shuning bilan men Sura Nisoni o'qidim. O'qib, "Biz seni ular ustidan guvohchi qilib keltiramiz" degan oyatga yetib keldim. Abdullah mundaq deydi: "U chaqda men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlaridan yosh quyulayotganligini ko'rdim." Birlikka kelingan hadisdan ilinibdi. Abdullah ibn Amirdan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida bir kuni kun tutildi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozga o'tirdi. Rasululloh hech ruku qilay demaydi. Orqadan ruku qildi. Hech rukudan beshini ko'taray demaydi. Ondan beshini ko'tardi. Hech sajda qilay demaydi. Ondan sajda qildi. Hech sajdadan beshini ko'taray demaydi. Ondan beshini ko'tardi. Hech sajda qilay demaydi. Ondan sajda qildi. Hech sajdadan beshini ko'taray demaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buquldab yig'lab turib, munolarni deyishga boshladi. "Ey Rabbim, sen menga men ularning ichida bor ahvolda ularni azoblamaydiganligingni va'da qilgan emasmi? Ey Rabbim, sen ular mag'firat talab qilibla tursa, ularni azoblamaydiganligingni va'da qilgan emasmi? Biz sendan mag'firat talab qilamiz." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 2 rakat namozni o'qib bo'lganda kun echilgan edi. Rasululloh o'rnidan turib Allohga hamd va sano aytgandan keyin mundaq dedi: "Kun bilan oy Allohning mo'jizalaridan 2 mo'jizadir. Bir kishining o'ligini yoki hayot bo'lgani uchun tutilmaydi. U ikkisi tutilsa Allohning zikriga, ya'ni namozga aldiranglar. U ikkisi tutilsa
Allah'ның zikriga, yani namazga aldırаңlar. Yani gün bilen ay Allah'ның möcüzlerinden iki möcüzüdür. Bir kişinin ölgini yoki hayat bolğunu üçün tutulmaydı. O ikisi tutulsa Allah'ның zikriga, yani namaz qaldırаңlar. Birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Abdullah ibn Abbas raziyallahu ta'ala anhumadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sakratga tushib qolgan bir qizini qo'liga elib bag'riga bosdi. Ondan qizni oldiga qo'ydi. Qiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'z oldida o'lib ketdi. Ummu Ayman un silib yig'lab ketgan edi. Rasululloh: "Siz Rasulullohning oldida yig'layapsizsiz?" dedi. Ummu Ayman: "Men sizning yig'laganlarni ko'rdim-ku", dedi. Rasululloh: "Men yig'lamayman. U bir rahmatdir. Mümin har qanday ahvolda to'liq yaxshilik ichidadir. Müminning jini chiqayotgan chaqda ham Allohga hamda aytgan holda bo'ladi", dedi. Ayşe raziyallahu ta'ala anhadan rivoyat qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jon o'sib bo'lgan Osmon ibn Maz'unni yig'lab turib yoki ikki ko'zdan yosh quyilib turib so'ygan edi. Qizga nisbatan bir izohat borki, ya'ni ba'zi olimlar bu o'lib ketgan qizni Rasulullohning qizi Zaynabning Abil As ibn Arabiyadan bo'lgan qizi, ya'ni Rasulullohning navrisidir deb ko'rsatgan. deb izoh berilibdi. Anas ibn Malik raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir qiziga, ya'ni dafn murosimiga qatnashdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrining beshida o'ltirgan edi. Men uning ko'zlaridan yosh eqiyotganligini ko'rdim. Rasululloh: "Aranglarda bu kecha ayoli bilan bir yerda bo'lmagan birsi bormi?" dedi. Abu Talha: "Men bor", dedi. Rasululloh: "Sen qabriga tushgin", dedi. Shuning bilan Abu Talha qabriga qizni yerligiga qo'yish uchun tushdi. Buxoriy rivoyat qilgan. 43. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rpisi haqida. Ayşe raziyallohu anhadan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yetib uxlaydigan ko'rpisi terdan bo'lib, paxtisi, ya'ni izohatda o'rinda xurma daraxidan chiqadigan xurma talasi edi. Birlik qilingan hadis. 44. mazmun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kamtarligi haqida. Umar ibn Hattob raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Sizlar meni nasorlar İsa alayhissalomni maqtab ko'kka uchirgandek ko'kka uchirmanglar. Jazmanki men bir bandaman. U Allohning bandasi va elchisidir danglar." Buxoriy rivoyat qilgan. Anas ibn Malik raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, Rasulullohga: "Mening sizlarga hojatim bor", degan edi. Rasululloh: "Siz Madinaning qaysi ko'chasini xohlasangiz, shuningga o'tiring. Siz Madinaning qaysi ko'chasini xohlasangiz, shuningda o'tiring. Men sizning dardingizni anglash uchun o'tiraman", dedi. Bu birlik kelingan hadisdan ilinibdi. Anandan keyin buningda bir izohat bor ekan. Bu hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning naqadar kamtar ekanligini ko'rilish mumkinligi. Palani vaqtda keling, palani yerga keling, oldin kelishganmi degan gaplarni qilmagan. Siz xohlagan yerni tanlang va men palani yerda dang, men oldingizga boray degan. Mana bu Rasulullohimizning asl axloqiy va olijanob fazilatlaridan biri bo'lib, bu davrdagi olimdan tortib
bu davrdagi olimidan tortib hukmrongacha bo'lgan ummat axloqi qayerda? Allah bu ummatga o'lganlar adayotgan rasulning axloqichu. Allah bu ummatga o'lganlar deyotgan rasullarning axloqichu. Cho'ng bir selishtirim bor da bu yerda. Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam arpa neni bilan purab qolgan ko'ni yoqqa yeyishga taklif qilinsimi bardigan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir yaktiki, ya'ni zahata Buxoriyda jangda kiydigan savut deyilgan. Bir Yahudining ilikida zahatda 20 yoki 30 sa ochliq uchun go'riga qo'yilgan edi. Shu yaktakni ajratib olg'udak narsa topolmay olamdan o'tdi. Buxoriy rivoyat qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zahatda to'kik to'qilgan ko'ni bir to'qim ustida haj qildi. To'qim ustida 4 dirhamga olmaydigan bir palas bor edi. Rasululloh mundaq dedi: "Ey Allah, bu hajni riya va nom chiqarish maqsad qilmagan bir haj qilgan." Buningda bir izohat borki, 42-si haj masalasi haqida Rasulimizning riya va nom chiqarish maqsad qilinmagan haj deyishini ko'ring. Ya'ni ba'zilarning qilib yurgan ishini ijtimoiy aloqa vositalarida Kabe'ning oldida ihromlik bilan rasmga tushib, "Men haramda jumu, haramga keldim" degandek, Arafatda ihromlik kiyib, qo'lini ko'tarib duo qilayotgan holatda rasmga tushib, "Mana men hoji bo'ldim, haramda ibodat qilib duo qilyapman, ko'rib edinglar" deganda qilib ketishlar. Hatto haj qilib kelgan odamning ismining oxiriga hojim ismi qo'shilmasa, hurmatsizlik qilingandek bir xil kayfiyatda norozi bo'lishlar. Mana bular Rasulimizdan iborat riyodan pok zotning biz ummatni saqlansin deganlikdan o'zini o'rnak qilib ko'rsatib, Allohning riyoxo'rlar qatoridan qilib qo'ymasligini tilagan masalalarning biridir. Allah uchun haj qilgan oz deganda necha oylik safarning chiqimi va jafosini tortib haj qilgan insonlarning qilgan amalini foydasiz salablardan hech kim qilmagan bidat hoji degan unvon yoki ijtimoiy aloqa vositalariga yo'llagan rasmlar bilan riyo qilib barbod qilib etishi bir bema'nilikdir. Allah kichik sherik hisoblangan riyoning amallarimizni barbod qilishidan saqlasin. Ibodat orqali nom atoq, unvon qasnashni maqsad qilganlardan qilib qo'ymasin. Chunki salaflarimizning riyodan iborat bu sherikka, bu sherik qorong'u kechida qora toshning ustidagi qora cho'mildimi bakrak yoshirindir deb ta'bir berishgan. Davomlashtirayli. Ey Allah, bu hajni riya va nom chiqarish maqsad qilmagan bir haj qilgan. Yana bir rivoyatda biz Rasululloh to'gisiga to'qilgan u to'qimni 4 dirhamga olarmikin deb qaraydik. Rasululloh to'gini qo'zg'atganda riya va nom chiqarish maqsad qilmagan bir hajga labbay, ya'ni tayyor bo'ldim dedi. Riya va nom chiqarish maqsad qilinmagan bir hajga labbay, tayyor bo'ldim debdi. Demak, hajga berishdan burun niyatimiz durust bo'lishi kerak ekanda. Albatta shunday bo'lishi kerak. Anas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Sahobalarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mahbubroq bir inson yo'q edi. U mundaq dedi: Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning
zahatda ularning o'ziga hurmat bildirib, qo'pishini, yaxshi ko'rib ketmaydiganligini bilganliklari uchun o'rinlardan qo'pmaydigan edi. Biz odatda bir cho'ng odam kelsa o'rnimizdan turamiz, hurmatga loyiq deb. Bular payg'ambarimiz demak o'zining sahobalarining kirgan vaqtida o'rnidan turib ketishni xohlamaydi ekanda, yaxshi ko'rmaydi ekan. Nima degan go'zal fazilat bu. Anas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: Agar menga bir qo'y pochiqi hadiya qilinsa, men qabul qilgan bo'lardim. Agar men qo'y pochiqiga yeyishga taklif qilinsam, borgan bo'lardim. Oldingi mazmunda biz payg'ambarimizninki qo'y pochiqini yaxshi ko'rdiganligini bilib olgan edik. Bu yerdan bir izohat beribdi. Jabir radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meninkiga hijr yoki arg'amoq minmasdan, ya'ni piyoda yo'qlab keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meninkiga hijr yoki arg'amoq minmasdan piyoda yo'qlab keldi. Bu birlikka kelingan hadisdan ilinibdi. Yusuf ibn Abdullah ibn Salam raziyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. U mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Yusuf deb ot qo'yib, meni quchoqiga olgan va beshimni silagan ekan. Ammaradan rivoyat qilindi. U kishi mundaq degan: bir odam Oysha raziyallohu ta'ala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oilada nima ish qiladi deb so'ragan edi. Oysha onamiz: Rasululloh insonlardan biri, ya'ni kabi edi. Kiyimini zahotda pet burgi bormi yo'q deb baqatdi. O'chkisini saqatdi. O'ziga xizmat qiladi, ya'ni o'zining xususiy ishlarini o'zi qiladi. Buxara rivoyat qilgan. Hozir o'qib 45 mazmun, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning axloqi haqida degan mazmunga keldik. Bu mazmunlarni bu kitobimizmi tugab qolay dedi. Mazmunlar yana bir yarim soat o'qisak tugaydi. Inshaalloh dushanba kuni, shanba yakshanba kuni bevosita tarqitish bermayman. Dushanba kuni davomni o'qib Allah buyursa tugitimiz, tamomlaymiz. Hammanglarning diqqat berganiga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa o'qitishni to'xtamiz. Allohga emanet.